Assalomu alaykum, bizni obunachi kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi oshxona bölümümüzde ustanovka jarayonini tugatib bo'ldik. Bu ishimiz ugun holatda ishlandi. Общий metri turi 30 cm joyi bo'ldi. Chekada mo'ka kompleksi, to'rtburchak originali, simsiklarigacha qo'yib berilgan. Ochiq funkasi, davomiyda shushukalari, eshigimiz chekalari power xolodilniki mo'ka, oshxona vakuum naucha holatda ishlangan. Xolodilnikka joy qilganmiz, tepasiga shkafga joy qilib berdik. Mexanizmi vakuum. Garagerlari ham chul holatda yoradi. Yerdan balandligi 2.30 ga chiqdi. Sochiladigan eshiklarni, orqa faltularini granit holatda tayyorlab berdik. Zavodskiy burchak bo'lgan 80-80. İçlari juda ham keng holatda ishlandi. Qolgan tolpalarimiz doimiydek postavkalar ishlandi. Burchagimiz ichki holati qo'rqalik. Bu tomonga bitechka, gaz, duxovka, mikrovalnovkasini joylashtirib berdik. Polkalari bo'ldi. İşimizni 1 metr pagonometrini 2.200.000 so'mdan tayyorlab berdik. Mexanizmlari eng yaxshi oliylaridan tayyorlab berganmiz. Telefon nomerlarimizda shu video ostiga yozib qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Dastlabki ustanovka mo'ka komplettlari ichida bo'ladi.